Qadimgi Fors davlati haqida eshitgan bo'lsangiz kerak. Bugun sizlar bilan tasavvurda ko'paytirishning Fors formulasini o'rganamiz. Buning uchun bizga o'rta sonni topish usuli qo'l keladi. Masalan, 37 ni biz ko'paytirishimiz kerak 43 ga. Biroz miyamiz chalg'ishi mumkin, lekin buni oson yo'li bor. Ya'ni ularni o'rtasidagi sonni topamiz. Masalan, 40. 40 ga 3 ni qo'shgan bo'lsangiz 40 ga 43 hosil bo'ladi. 40 dan 3 ni ayirsangiz 37. Demak, bu o'rta son. Endi biz shu o'rta sonni kvadratini hisoblashimiz kerak. 40 ning kvadratini hisoblash oson, chunki 4 ning kvadratiga 2 ta 0 ni qo'shsak bo'ldi. Demak, 4 ning kvadrati 16, unga biz 2 ta 0 ni qo'shib qo'yamiz va undan ayirishimiz kerak bo'ladi o'rtadagi farqning kvadratini. Ya'ni 40 ga 3 ni qo'shsak 43, 3 ni ayirsak 37 hosil bo'layotganmidi? Demak, farq 3 edi. Shu 3 ning kvadrati, ya'ni 9 ni ayirsak bo'ldi. Buni 1600 dan 9 ni ayirish hattoki sanash usuli bilan ham bemalol hisoblasa bo'ladigan, to'g'rimi? 1600 dan biz ayiramiz buni va javob 1591 hosili bo'ladi. Va buni bemalol tasavvurda hisoblashingiz mumkin. Keyingi misolimizda 54 ni 46 ga ko'paytirishimiz kerak. Buni ham bemalol tasavvurda qilishimiz mumkin. Biroz usulni o'rganib olamiz. 54 va 46 ni o'rtasidagi son 50 hisoblanadi. Sababi 50 ga 4 ni qo'shsangiz 54, 4 ni ayirsangiz 46 hosil bo'ladi. Demak, o'rta sonning biz kvadratini topib olishimiz kerak. Buni ham topish oson, sababi 5 ning kvadrati 25, yoniga 2 ta 0 ni qo'shamiz, 50 ning kvadrati hosil bo'ladi. Endi undan ayirishimiz kerak bo'ladi farqning kvadratini. Ya'ni 50 ga 4 ni qo'shsak yoki 4 ni ayirsak, mana bu sonlar hosil bo'layotganmidi? Shu 4 ning kvadratini ayirib qo'yamiz. 4 ning kvadrati 16. Demak, biz 2500 dan 16 ni ayirsak, javob tayyor. 2584 bo'ladi. Avval 10 ni ayirasiz, keyin 6 ni ayirasiz, javob tayyor. Keyingi misol 73 va 87 ning ko'paytmasi. Buni hisoblashimiz uchun yana o'rta sonni topib olamiz. Bunday o'rta soni 80 hisoblanadi. Sababi 80 dan 7 ni ayirsangiz 73, 80 ga 7 ni qo'shsangiz 87 hosil bo'ladi va farq bu yerda 7 ekan. Demak, bizga davomida 7 ning kvadrati, ya'ni 49 kerak bo'ladi. Demak, hozir mana bu o'rta sonning kvadratini yozamiz va undan ayirishimiz kerak bo'ladi farqning kvadratini. Demak, 8 kare 8 64. 2 ta 0 qo'yib qo'yamiz yoniga va undan ayiramiz 7 kare 7, ya'ni 49 ni. 50 ni ayirib 1 ni qo'shib qo'ysangiz ham bo'laveradi. Demak, 6400 dan 50 ni ayiradigan bo'lsangiz 6350 va 1 ni qo'shib qo'yamiz. 6351. Ko'rib turganingizdek, aslida olganda bu sonlar hisoblash oson. Faqat biz uslublarni bilmaymiz ba'zan yoki esdan chiqarib qo'yamiz. Uslublarini esdan chiqarmaslik uchun mana bunday misollarni tasavvurda hisoblang. Hech qanday qog'ozni ishlatmasdan tasavvurda hisoblang. Miyangiz yanada rivojlanadi, ayniqsa chap miya. Hamda bunda chiqqan javoblarni, o'zingizni taassurotlaringizni izohlarda yozib qoldiring.